Akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Shuncha mashaqqat qilganimiz hisobiga zavodgacha yetish qiyin bo'lyapti. Xudo xolasa shunaqa 3-4 sm atrofida ko'tariladi. Akalar, ko'rishingiz mumkin. Oldi kelin taraf sidina. Chexol deyarli umuman yetmayapti. Chunki sabab 5 limachaga qo'yilyapti, 5 sm eniga. Endi ezilishining hisobiga 3 sm atrofida ko'tariladi sidina. Sidina yumshoq cho'tki bo'ladi. Qolgan hammasiga ham shunaqa masalga qo'yib boramiz. Kuzatishda davom eting. Tayyor holdan qo'yamiz. Xudo xolasa, to'rtta sidinamiz tayyor. Bitta orqa katta sidina qoldi. Ko'rishingiz mumkin kishganda. Xudo xolasa endi qo'ldan kiydirib, joyiga o'rnatgandan keyin davomini qo'yamiz. Kuzatishda davom eting. Akalar, sidinamiz ham xudo xolasa tayyor. Bilsanglar, mashinada odam o'tirganda bosganda g'itiraydi-yu. Kichik beradi. Unaqa yo'q, u yonboshi o'ynab qoladi. Yonboshni ham o'qini chiqarib bulkaga qilganmiz. Orqa sidinalarda ham g'ichirash yo'q. Ko'rishingiz mumkin ishkanini figura qochmagan, o'zining figurasida. Buni ham oyoqlarni bulkaga qilganmiz. Orqamiz qoldi, orqani endi o'rnatishadi bolalar. Bu ham oyog'i bulkaga bo'lgan, orqani ham bu yeri bulkaga bo'ladi. Sababi g'ichiramaslik uchun orqani likkallash yo'qotiladi. Bu ham likkallash yo'qotilgan. Xudo xolasa chotki. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaringlar. Ishlar sifatli chotki bitkazib beramiz. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Aytgancha, akamiz ortishdan 222 taniganlar bo'lsa, sidinaning sifatini ko'rib aloqaga chiqarasizlar, yo'qsa ishlar chiroyli bitkazib beramiz.